Har bir tizimning o'z tarixi bor. Bugungi zamonaviy soliq tizimi ham uzoq yillik izlanish va islohotlar mahsuli. Faoliyatimning ilk davrida barcha ma'lumotlar qog'oz shaklida amalga oshirilardi. Bu esa ko'p mehnat va uzoq vaqt talab etardi. Hozirgi kunda soliq sohasida axborot texnologiyalarining joriy etilishi, sohani raqamlantirish natijasida real vaqt rejimida ma'lumot almashish yo'lga qo'yilib, bu esa soliq to'lovchilar va soliq idoralari o'rtasida yengillik va qulayliklar yaratmoqda. Bugun esa raqamli texnologiyalar tufayli aksariyat xizmatlar elektron shaklga o'tdi. Ko'plab jarayonlar bir necha daqiqada bajariladi. Bugungi kunda soliq organlari faqat nazorat qiluvchi tizim emas, balki soliq to'lovchilarga qulay xizmat ko'rsatish, ularni qo'llab-quvvatlash va eng ishonchli hamkor bo'lishdir.